Hada, men bir ish bilan chaqirganmidingiz? Endi bo'lganda meni qovulja akamdan voz keching deb yuymassiz a. Bizchu hargiz ayrilmaymiz. Xato tushunib qolmang, ukam, men sizni voz keching deb chaqirmadim. Qovuljon menga hamma ishlarni deb berdi. Ikkinlarning orasidagi ishlarning hammani birdan deb berdi. Ma'lum tizimlikning ichida Qovuljonning sizga olib bergan sovg'atliklari, xashlab bergan pullarining hisoboti bor. Qovulja akam bu narsalarning appasi nima bo'pti? Uchu sizga osmondagi oyna appasam ozliq qildi. Hamma narsamni sizga beraman degan. U unda degan bilan u xashlab bergan pullarda mening haqqim bor. Ikkimizning o'rtaq ma'lumotki, u pulda mening emas, bolaning haqqi bor. Advokatdan surishtirdim, ukam. Men bu pullarni sizdan qonuniy vosita orqali qaytarib olsam, tamoman bo'ldi-ku. Nada undan shpaka? U narsalarni hammanchu u o'zman xolab bergan. Ammo qo'rqmang, ukam, men sizni u pullarni qaytaring demayman. Sizni surishtirib baxtim, iqtisod sharoitingiz toz yaxshi emas-ku. Kichkingizdan o'sib etilgan muhitingizmi toz yaxshi emasmi, ha? Mehr muhabbat qanmay cho'ng'ilgan qizdek tursiz. Meni xilobdan surishtiribsiz, hada. Shundoq, men kichik vaqtimda muhabbatga qanmagan bo'lsam-chu, Qovulja akamla tanishgandan keyin mehr muhabbatga shundoq to'yinib ketdim. Qovulja akam meni, siz mening malikam, siz mening yurak poram deydi. U texmon yana siz bilan tanishgandan keyin nimaning haqiqiy muhabbat ekanligini bildim. Boldurroq tanishgan bo'lsam, turmushim hozirgidek rangsiz o'tmas o'g'iti deb ketdi. Ukam, erlar o'z maqsadiga yetish uchun hamma gaplarni tapaqdi, xil gaplarni tapaqdi. Hada, mush gapingizdan qarasam, Qovulja akamning meni yaxshi ko'rganligini faqat e'tirof qilgingiz kelmayotdi, ha? Siz o'zingizcha meni oilamizni buzgan 3-shaxs deb o'ylayapsiz aqichan. Sizning faqatchu Qovulja akam bilan mendan burun tunishib, mendan burunroq uning bilan oila qurib qolgan yeringiz bor. Sizga desam, hada, bu muhabbatning ishida oqidan kelgan emas, balki yaxshi ko'rilmagan bir taraf 3-shaxs hisoblanadi. Gapingizning o'rama qarag'an chaqda nima uchun shaxs kelmanda, ha? Qarang, ukam, mush opam kichigimdan tatib menga, mush boshqalar yaxshi ko'radigan narsaga talashma, uni ulardan tatib olma deb tarbiya qiladi. Men o'z ko'nglimda hamma qizlarning opasi shunday tarbiya berdi deb o'ylabdim. Lekin hamma qizlarning opasining mening opamdek isilligini o'ylash baxmabdim ajma. Bilmez sizning hozir ishchingiz ochiq bo'yotdi. Mushtaq gaplarni deb ochiqingizni chiqarib elan bo'pti. Lekin baribir ajrashishga qo'shilib bo'psiz-ku. Men qo'shilib bo'ldim, to'g'ri. Ammo Qovuljon faqat qo'shilmayotdi. Hoy, meni qo'rqitamsiz. Qovuljonchu qandoq ish bo'lishidan qat'iy nazar sizni cho'qqim olaman deb menga va'da bergan. Va'da? Ukam uchun menga ayni vaqtda men sizga hargiz osiylik qilmayman deb va'da bergan. Ishonmasangiz telefon qilib beqing. Ulanmadı deyman, ukam, ha? Bo'ldi, urmang. Uju qarang, mening oldimda sizni qartizimniki ko'rgizib etgan. U amdidan tortib siz bilan aloqalashmaydiganligini, mening kechirishimni so'rab kunda yoldiryotdi. Men uni kechirmaslikni qat'iy o'ylashmadim, ukam. Keyin siz to'y qilsiz, ukam. Ona bo'lsiz. Qizlarningki peshonasidan-chi bundaq namataq qat'iy ketmaydi. Yelimo bu ishlarni jiqlab bilib ketmadi. Mushu vaqtda to'xtab qolganingiz mencha o'zingizni oyganligingiz mumkin. Siz o'z ko'nglingizda uningga ranglik turmush berdim deb o'ylab qolibsiz, ha? Lekin u meni, bolani shu atalmish rangsiz turmushni taldi emasmi? Ahmoq bo'lmang, ukam.